بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Allah yo'lida harsillagan ovoz chiqarib, dushman sari chopadigan uchqur otlarga qasam. فالموريات قدحا Qattiq chopganidan tuyoqlaridan o't chaqnaydigan otlarga qasam. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Tong payti suvoriylari bilan dushmanlar ustiga bostirib keladigan, qattiq chopib chang to'zon ko'taradigan va suvoriylari bilan dushmanlar to'dasini yorib kiradigan otlarga qasam. Alloh taolo maxluqotlaridan o'zi istagan narsaga qasam ichadi. Bandalar esa Allohdan boshqaga qasam ichishlari joiz emas. Allohdan boshqaga qasam ichish shirk sanaladi. Innal insana li robbihi lakanud. Inson Rabbining ne'matlariga o'ta nonko'rdir. Va innahu ala zalika lashahid. Buni o'zi ham tan oladi. Va innahu li hubbil khayri lashadid. U mol dunyoni o'ta yaxshi ko'radi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inson Alloh taolo hisob kitob qilish va jazoyo mukofot berish uchun o'liklarni qabrlardan chiqarganida va dillarda yashirin yaxshilik va yomonliklar ochilganida o'zini nima kutib turganini bilmaydimi? Inna robbahum bihim yawma idhil lakhabir. Shubhasiz, u kuni Parvardigorlari ulardan ham, qilgan amallaridan ham yaxshi xabardordir. Ulardan hech biri unga maxfiy emas.